Assalomu alaykum hammaga. Mana bu MMA ligasi O'zbekiston Muay Thai assotsiatsiyasi bilan birgalikda o'z hamkorligini boshladi. Xabaringiz bor, 6-iyun kuni Samarqandda mana bu ligasini o'tkazamiz. Va bu yerda Muay Thai yo'nalishida ikkita sportchi jang qiladi. Assalomu alaykum hammaga. Mana O'zbekiston Muay Thai assotsiatsiyasi bugun mana bu ligasi bilan hamkorligini boshladi. Va ushbu hamkorligimizda 6-iyun kuni Samarqandda bo'lib o'tadigan Mangu ligasida ikkita Muay Thaichimiz qatnashadi. Shulardan Tagiyev Bo'g'irjon va Shahriyor Jo'rayev. Har ikkalasi juda kuchli sportchilar. Kelajakda Muay Thai assotsiatsiyasi shu Mangu ligasida ham kuchli Muay Thaichilarni taqdim etib, chiroyli janglarda ko'rsatish tarafdorimiz. Maqsadimiz O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish, sportchilarimizdan qo'llab-quvvatlash, bu qanaqa sport bo'lishidan qat'iy nazar biz bitta bayroqni ostidamiz. Bu sportchilarga qo'llab-quvvatlagan holatda jahon arenalariga olib chiqish. Hamkorligimiz doim bo'lsin, xursandmiz hamkorlik ishlaganda. Xudo xolasa har bitta turnirda Muay Thai uslublarini ko'rasizlar. Chiroyli janglar bo'ladi. Rahmat.